Bugungi sizlarga hurmatli vatandosh 2022 yil 3-oyning 21-kuni. Yuqorqi leksiyaning davomi hurmatli vatandosh. O, yani baş elçi Çingan Rusya'nı ayıplash degan bu so'zdan yana bir qatam o'zini qochirdi va ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Ayıplash. Sen bilasan, yani muxbirga qartib da'vatidi. Qarg'a kelmaydi. Bizga keragi ko'pchilik diplomatik yo'l. Beijing Rossiya bilan o'rtaq manfaati borligini e'tirof qildi. Kichik mavzu. Jungo doirlar Rossiyaning ittifoqdoshi. Jungo Rossiya hamkorligi munosabati diplomatiya sohasida, diplomatik munosabatlarda ajdahor bilan ayiqning munosabati deb tasvirlanadi. Rossiyaning tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov 3-oyning 19-kuni shanba kuni mundaq ko'rsatdi. Kreml saroyi bilan Beijing o'rtasidagi bu xil hamkorlik texmo kuchaydi. Biz ikki chong davlat bu dunyoda qanday davomli ilgirlashni o'ylashimiz kerak. Riyosatchi Brondan xonim bosh elchi Chinganga tashqi ishlar ministri Sergey Lavrovning deganlari to'g'rimi deb savol qo'ydi. Jungo bilan Rossiya o'zaro ishonch munosabat o'rnatdi. Uzun zamonlardan boshlab bu munosabat o'rnatildi. Bu munosabat ko'p masalalar ustiga qurilgan deb ko'rsatdi bosh elchi Chingan. Bizning ko'p o'rtaq manfaatimiz bor. Jungo bilan Rossiya o'rtasida ko'p o'rtaq manfaatimiz bor. Rossiya bilan bo'lgan qadrlashga arziydigan ishonch munosabatimiz bor. Bizni xalqaro tinchlik suhbatlarimizda tirishchilik ko'rsatishlarda alohida o'ringa ega qiladi. Ikki jungo ya ikki davlat munosabati Rossiya jungo munosabati xalqaro siyosat sohasida yoki diplomatiya sohasida alohida o'ringa ega qiladi. Endilikda mushu mavzuga, mushu suhbatga munosabatlik to'r betlardagi fikrlar nimalar? Buni qisqa xabar shaklida sizlarga yetkazamiz, hurmatli vatandosh. Kechiring vatandosh. Endi qisqa xabarlar mundaq vatandoshim. Dunyo urushiga faqat bir qadam qoldi. Dunyo urushiga faqat bir qadam qoldi. Amerika NATO'ga, ittifoqdosh davlatlarning Ukrainaga askar chiqarishini qo'llaydiganligini e'lon qildi. Prezident Vladimir Putin Belorussiya prezidenti Lukashenkoni qo'lga keltirib oldi. Belorussiya armiyasi hozir Ukrainaga tajovuz qilishga tayyorlandi. Jonining nazari YouTube 3-oyning 21-kuni. Yana bir xabar yoki xos xabar. Jungo Rossiyaga yordam berishni o'ylashyapti. Pillafis bari bu apandimni bilisizlar. Sobiq prezident Trump apandi Oqsaroyga kirganda bir asrlik marafonchi yugurish degan tema ostida, mavzu ostida biz sizlarga leksiya so'zlagan edik. Shu bir asrlik marafonchi yugurish musobaqasi degan kitobning
Abduri Phillips bari. Bunun ma'nosi bir asrdan beri Jungo Amerika bilan elishishga, Amerikaning dunyoviy o'rniga o'tishga yoki Amerikani dunyoviy o'rindan, dunyoviy rahbarlikdan tushirib o'tib, Jungo shuning o'rniga chiqishga 100 yil kurash qildi, bir asr kurash qildi degan kitobning avtori Phillips bari bugun nima deydi? Prezident Joe Biden bilan Rais Xi Jinping telefon suhbati mag'lub bo'ldimi? Bütün yer sharda mayning bahsi, ochlik bahsi o'rlab ketdi. Ko'p mavzularni qo'shib o'tirdi-mi? O'rlab ketdi. Yevropada ochlik moddiy buyumlar besimdorligi ko'tarildi. Jungo Hong Kongda yuqumli virus kelib, kengayib, tarqalib ciddi holat kirdi. Pulga qaraydigan yillar 3-oyning 21-kuni YouTube. Yana bir xabar. Bir necha davlat Ukrainaga askar chiqarishi mumkin. O qattiq fikr qildi. O qattiq fikr qildi deganda Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida doimiy turishliq vakili. İngilizce ismini unutib qatma keltirmay qoldim, meni kechiringlar. Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida doimiy turishliq vakili qattiq fikr qildi. Kishini cho'nqur o'yga soladi. Rossiyada siyosiy o'zgarish, ya'ni bir mavzu, mushtorbitining mavzusi shunday. Yana bir mavzu nima deydi? Rossiyada siyosiy o'zgarish. Bu Zhongbian Xitoy shunday debdi. Prezident nayt aniq ko'rsatdi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq vakili shunday so'zladi. Ya'ni prezident nayt aniq ko'rsatdi. Biz Amerika armiyamizni Ukrainaga avatmaymiz. Lekin biz bizning NATO ittifoqdoshlarimizni qo'llaymiz. Ko'pchilik sening deganingdek bizning NATOga a'zo davlatlarda turg'izilgan askariy qismlarimiz bor. Prezident allaqachon aniq ko'rsatdi. Ya'ni prezident Joe Biden allaqachon aniq ko'rsatdi. Agar bizning NATOga a'zo har qanday bir davlatlarimiz, ittifoqdoshlarimiz hujumga uchraydi ekan, NATOga a'zo ittifoqdosh davlatlarni qo'llaymiz. Hujumga uchraydi ekan, biz NATOga a'zo ittifoqdosh davlatlarni qo'llaymiz. Hamda bu davlatlarni kapolatga ega qilamiz. Xitoy tili shunda qisqa elinibdi. Buning Uyg'ur tiliga tarjimasi to'g'ri aniq bo'lmaydi. Men shu Xitoy tilining o'z aynan so'zi bo'yicha tarjima qilib sizlarga keldim. Hozir bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq doimiy vakili prezident aniq aytdi. Biz Ukrainaga askar chiqarmaymiz. Biroq NATOga a'zo davlatlardan qaysi biri hujumga uchraydi ekan, biz ona qarab tura olmaymiz. NATOga a'zo shu davlatni hujumga uchragan davlatni qo'llaymiz. Gapning ma'nosi mana shu yerda. Endi sizmi cho'nqur o'yga kelasiz, menmi cho'nqur o'yga kelaman vatandashim. Boshda degandek, endi bu yerda buning javobi chiqqandek bo'ldi. Endi taraqqiyot. Bundan keyin taraqqiyot qanday bo'ldi, uni keyin ko'ramiz. Leksiyaning davomini anglaysizlar, hurmatli vatandosh.